Assalomu alaykum. Termiz uy bozor a'zolari sizlarga Termiz shahar markazidan, ya'ni sohildan bo'lyapti. 3 qavatli uylarning orqa tarafida To'rtaka marketning yonida 4 sotiqli to'g'ri 4 burchakli yerimiz sotuvda a'zollar. Hozirgi paytda bilamizki, bu yerlar lokatsiyasi juda yaxshi. Narxini boshdan aytib o'tamiz. Narxini 90 million so'mdan so'rashyapti. Yanada tepasida xayriya sunnatiga kelishadigan joylari mavjud. Aynan ushbu hududimizda gaz, suv, kanalizatsiya aslo muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, hozir men chegaralar bilan tanishtiraman. Shu hududdan aynan sizga 4 sotiq bo'linib sotiladi. Eng asosiysi hujjatlar joyida, aslo muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, men turgan hududdan hozir to'g'ri burchak qilib bu tarafi 4 sotiq hisoblanadi. Eng asosiysi a'zollar o'ziga alohida hozir ko'rib o'tamiz, darvozaxonasi mavjud. Ya'ni sizga alohida ko'cha mavjud bo'lyapti. To'g'ri burchak joy a'zollar. Kelishimizda ko'rib o'tganimizdek, boyagi o'sha aytib o'tgan darvozamiz bu tarafda aynan ko'cha joylashgan. Ya'ni uy egalari sotilayotgan tarafda hech qanaqa xalaqit qilinmaydi. Ertaga bemalol отдельно kirib chiqishga yaxshi joy bo'lyapti a'zollar. Narxini aytib o'tdik. Sotig'iga 90 million so'mdan so'rashyapti. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Manzilni tushundingiz. Qolgan batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga bog'laning.